Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun bizga yangi go'shtlar keldi. O'zimizning местный go'shtlarimizdan. Chet davlatli go'sht unaqa narsa yo'q. Mana ko'ringlar. Umidjon, bugun necha kilo go'sht olib keldingiz? 270 kilo buqani yarmini oldik. 135 kilo, 140 kilo go'sht keldi bugun. Mana Xudo xolasa 3 kunga yetadi go'shtimiz. Mana 130 kilo go'sht keldi. 3 kunga yetadi. Kuniga 40 kilo, 35 kilo, 45 kilodan go'sht ishlatamiz. Mana o'zimizning местный go'shtlar. Toza go'shtlarimiz shu местный mollarning go'shtlari. Qassoblarning go'shti. Mana o'zimiz shilib, mana Umidjon o'zi shiladi. O'zi hamma narsani sapirka qiladi. Suyaklar ham o'zimizning местный mollarda suyagidan bo'ladi. Sho'rva hamma ovqatlarimizga mana shu go'shtdan ishlatamiz.